Ko'pchilik virusni speed bilan adashtiradi. Xuddi shunday. Chunki virus unchalik keng tarqalgan so'z emas. Shuning uchun ham Odamlar virus va spi o'rtasidagi farqni ajrata olmaydilar. Ota-onangiz bu haqida biladimi? bilishmaydi. Onam gumon qiladi, ammo aniq bilmaydi. Ular haligacha bilishmaydimi? Ha, Hozir jiddiy aytyapsizmi? qarindoshlardan hech kim bilmaydi. Faqat amakivachchalarim bilishadi. Bitta, ikkita yaqinlarim xabardor. Siz rostdan ham tavakkalchi yigit ekansiz. Shunday desak ham bo'ladi. Ular bilan munosabatlaringiz uncha yaxshi emasmi? Yo'q, aksincha. Yetarlicha yaqin munosabatda bo'lsak-da, bilmadim. Oilam juda konservativ, diniy qadriyatlarga amal qiladi. Men yagona farzand bo'lganim sababli ularning nazarida bu naslni davom ettirishga to'siq bo'lishi mumkin. Balki oila sha'niga dog' tushirish deb o'ylashar. Chunki ko'p qarindoshlarimiz bor. Ularning hammasi ham buni tushunib yetishmaydi. Aslida, albatta, aytish kerak edi. Lekin negadir menda jasorat yetishmadi.